Oilaning aytishicha, bola dafn qilinganidan keyin Nasibaning ahvoli yana og'irlashgan. Bolani dafn qilib, kechki soat shu 5-6larga keldim. Ahvol qanday dedim. Doktorlar yaxshi dedi. Shu ichkariga kirib qarasam, o'sha reanimatsiyaga o'tkazgan ekan. Roddomda reanimatsiyasiga. Ishib ketgan ona. U homiladorlik paytida unchalik darajada ishmagandi ayol. Uni va ishib ketgan. Havo yetmay qurib boqiryapti. 2 kun boqiryapti. 2 kun. Shu oqshom uni shu dedim, dori aytyapti, dori olib kelyapman. O'zlarida borini qilyapsiz dedi, bilmadim. Plazma quyapsiz dedi, quyayotganda uni lekin ko'rganim. On 4-aprel kuni Nasiba Elmurodova vafot etadi. Oila bu o'limning oldini olish mumkin edi deb hisoblayapti. Rasmiy tibbiy xulosa esa hali e'lon qilinmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'lim sababi sifatida o'tkir buyrak va nafas yetishmovchiligi qayd etilgan. 14-kuni bemorda birdan o'tkir nafas yetishmovchiligi va tanada ko'karishlar kuzatilgan. Bemorga zudlik bilan navbatchilar, reanimatologlar, anesteziologlar yordam ko'rsatishgan. Shunga qaramasdan bemorda o'tkazilgan reanimatsion chora-tadbirlarga qaramasdan bemorda biologik o'lim holati kuzatilgan. Hozir qanday tashxis qo'yildi endi o'limga? Bemorga dastlabki o'tkir yurak va nafas yetishmovchiligi, poliorgan yetishmovchiligi tashxis qo'yilgandi. Endi bu avvaldan sekinlik bilan endi poliorgan yetishmovchiligi rivojlangan. Bu homiladorlik davrida endi bu buyraklari qisilishi, endi birdan qonda kreatin mochfina ko'tarilgan bemorda, shuni hisoblagan bo'lishi mumkin. Demak, to'rg'u jarayoni bu holatni kuchaytirib yuboryapti.